Ko'p kompaniyalar Deloitte'dan kelgan ishchilarni yaxshi ko'rishadi. Deloitte emas faqat Big Four'dan. Big Four deb aytaylik, ha. Nimaga yaxshi ko'rishadi? Sun'iy intellekt AI auditorni, finansistni ishini olib qo'yadimi yoki yo'q? F-paper o'qiganman deb собеседованиеda ham aytsangiz ham aytadi, молодец. Good for you deydi. Almatadan kelishadi, например, boshqa Rossiyadan. Endi Almatada auditda hammasi ayol kishi. Bilimga chanqoq, ishga chanqoq, uni qilaman, buni qilaman, challenge-ga tayyor bo'lgan qizlar hammasi. Birinchidan ishga kirishingiz oson bo'ladi. Ikkinchidan, o'zingiz xohlagan oilangizni talab qilsangiz bo'ladi. Bu eng asosiysi. Assalomu alaykum FP Academy kuzatuvchilari. Bugun FP podkastimizda yana ACCA memberlar suhbati. Faqat bu galgi sonda audit sohasida, moliya audit sohasida muvaffaqiyat qozongan, ACCA paperlarini hammasini qo'lga kiritgan ACCA memberimiz Sevara Urunbayeva bilan suhbat olib boramiz. Va bugungi mavzu aynan ACCA o'qib moliya va audit sohasida karyera qilmoqchi bo'lgan ayol va qizlar to'g'risida, ya'ni ularning muvaffaqiyat yo'li asli qanaqa bo'lishi kerak, ya'ni qay darajagacha chiqa oladi, nolib qaraganda O'zbekiston sharoitida yoki o'sha international levelda, shular bo'yicha suhbat olib boramiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat kattakon taklif uchun. Boshda bir introduction qilib olsak, ya'ni tanishib olsak, qisqacha qayerda ishlayapsiz? Endi bizga ma'lum, auditoriyaga bir. Men ismim o'z aytganda Sevara Urunbayeva. Hozirgi damda Beeline kompaniyasida ichki auditda senior manager, ya'ni katta menejer pozitsiyasida ishlayman. O'zim hozirgina ruscha aralashtiraman, chunki bizda ish faoliyatimizda asosan hozir ikkita tilda gaplashganimiz sababli faqat o'zbek tilida gapirish ozgina qiyinroq bo'ladi. Harakat qilaman. Hozirda Beeline'da ishlayapman. Уже mana 3 yil bo'ldi. Keyin mana o'tgan yili noyabrda ACCA membership oldim, Xudoga shukr. Endi ACCA topshirish bu qisqa emas, bu juda uzun yo'l bo'ldi, oson emas. Ayniqsa oxirgi SBL imtihonini 6 oylik homilam bilan imtihonga borganman. Ham tayyorlanganman homiladorligimda, bu juda men uchun katta milestone bo'lgan desam bo'ladi. Undan tashqari mana o'zi backgroundim manki filolog. Koreys filologiya mutaxassisiman. Endi oldin sharqshunoslik bitirganman, keyin undan keyin Janubiy Koreyada magistratura qilganman. Magistraturani iqtisod sohasida qilganman, lekin keyin 2017 dan boshlab audit sohasiga o'tib ketganman, ya'ni moliyaga. U ham asosan menda ACCA topshirish, ACCA imtihonini boshlashim bilan moliya sohasi, hayotimda moliya sohasi boshlandi desa ham bo'ladi. Endi men shu ACCA boshlagansiz, aynan shu Koreyada borib o'qib keldim, boshladim deyapsiz. Aynan nima uchun ACCA o'zi boshladingiz? Nima sababli ACCA bo'ldi? Qiziq savol. Men boya siz bilan gaplashganda aytdim. ACCAni umuman bundoq qaraganda bekorchilikdan boshlaganmiz. Chunki Koreyadan qaytib kelgandan keyin yaxshi joyga ishga kirdim. Endi asosan koreys tili sohasi, koreyslar bilan birga ishlab, уже yaxshi pul topib, ish ham yaxshi, ishdan keyin bo'sh vaqt qolganiga endi nima desam bo'ladi. Qanaqadir o'zimdan qoniqmasdan yana bitta narsani o'rgansam bo'larmikin deb boshim qotirib yurganda, tanishim Westminsterda o'qiydigan, endi ukaladan desa ham bo'ladi. Menga taklif qilib qoldilar, agar xohlayotgan bo'lsangiz, ACCA o'qing dedilar, chunki u yerda moliya sohasini noldan o'rgatadi deydi. Sen bo'la ingliz tilini bilarkansiz, u yerda qanaqadir background kerak emas. U yerda mana birdan 14 gacha paperlar bor. U yerda sizga hamma moliya sohasini chaynab o'rganib imtihon topshirsangiz bo'ladi deb shunaqa zo'r narsa deb menga shunaqa reklama qildilarki, keyin menda qanaqadir ichimda qiziqish paydo bo'lib, shu bilan ishdan keyin ACCA kursini qidirishni boshladim. Keyin Chingiz Babayev degan bizning ustozimizni, keyin ularni topdim qanaqadir bir amallab, esimda yo'q, u ancha bo'ldi. Keyin shu bilan ACCAni ham boshlab yubordik. O'zi ACCA o'sha payt
juda boshlagan paytlaringizda juda kam edi. Buni olib qaraganda o'quv markazlari ham. Ha, 2017-yilda deyarli o'quv markazi men qidirganimda topolmaganman. U yerda faqat aytishdi, mana Chingiz aka bilan Ixtiyor aka degan kishi bor, ular kurs o'tadi deb aytishdi. Keyin shundan keyin ishdan keyin kursga borishni boshladik. Haqiqatan odam kam edi. Bitta gruppada u paytda 7 tami 8 ta odam o'tirib o'qirdik bir kunda, haftasiga 5 marta ikkita paper. 2 soatdan shu bilan SSC ham boshlab olganmiz shunaqa qilib. Endi naqaylarga yana auditoriyaga aytib ketsak, hozir Beeline'da auditor bo'lishdan oldin Big Four'da ham ishlaganlar, ya'ni o'sha Deloitte kompaniyasida. Ko'pchilikka baribir qiziq. Big Four'ga ishga kirish, o'zi qanaqa bo'lish kerak, necha yil ishlash kerak, o'zi qiz ayollar o'zi ishlab biladimi Big Four'da, baribir time pressure, juda anaqa overtime ishlab, juda ko'p vaqt ketib qoladi. Shu paytda birgalikda masalan SSC'ni ham olib borgansiz. Nima qaraganda. Endi shu naqa Big Four'dagi ish jarayoni SSC'lar bilan qanday olib borgansiz? To'g'ri. Hozir hali aytgandek, Chingiz aka degan Chingiz Babayev, ular oldin bizga dars berayotganda ular Deloitte konsaltingda ishlardilar. Keyin ular shogirdlarga endi dars beradi, o'quvchilarga aytardilar, mana shunaqa Big Four bor, 4 ta. Men Deloitte ishlayman deb tanishtirib o'tganlarda, keyin как раз bizda hozir auditorlarni yig'amiz, agar xohlasanglar topshiringlar deb shu paytda reklama qiluvdilar. Endi men chunki backgroundim filologiya, iqtisod bo'lgani uchun umuman auditga to'g'ri kelmaydigan soha. Keyin men ularga aytib ko'rganman. Qanaqa qilib men soham boshqa-yu, lekin qaniydi Deloitte, например, Deloitte haqida shu paytda eshitganim unaqa yaqin emas edim. Keyin so'rasam aytdilar, topshirib ko'r, balkim harakat qilib ko'r, bo'lib qolar deb. Keyin Deloitte'ga kirishimga yordam bo'lgani bu aynan SSC'ni o'quvchi bo'lganim, katta turtki bo'lgan. Chunki Deloitte'ga ishga kirayotganda birinchi ularda kichkina mini imtihon qiladi, asosan mini imtihon shu biz o'qigan SSC'ni F2, F3 varog'laridan savollar berishadi. F2, F3 bir xil tushadi. Ha. Shunaqa savollarni berdilar. Как раз men o'tda SSC'ni o'qib turib Deloitte'ga borganim sababli men uchun unaqa qiyin bo'lmagan. Menimcha imtihonni yaxshi o'tganmiz. Keyin intervyu bo'lganda u paytda endi hali ham naqa Erkin Ayupov partnyor intervyu o'tkazganlar. Endi aytganlar, что backgrounding boshqacha ekan, lekin mana SSC topshirayotgani uchun biz uchun bu katta plus deb aytdilar. Keyin xohlasang biz mana Deloitte'da bizda shartlar bor. Har bitta ishlaydigan anaqa 1 yilda 4 ta paper topshirishi shart deb aytganlar. Ham Deloitte faqat unaqa talab bor. Ular ham SSC'ni to'lab berishadi birinchi imtihonni, o'qishga material beramiz deyishdi. Undan tashqari keyin study leave ham qilib beramiz deb shunaqa tanishtirib o'tdilar. Keyin shu bilan endi qiziqib, shu paytda keyin shunaqa qiziq ustida Deloitte'ga ham ishga kirib ketganmiz. Endi Deloitte'da umumiy olganda 5 yilga yaqin ishlaganman. Interndan boshlab seniorgacha, expert seniorgacha ham ishlaganmiz. Ishlayotganda, конечно, eng bu qiyin masala Deloitte'da endi menimcha bizning siz aytayotgan auditoriya menimcha biladi. Deloitte'da ish unaqa boshqa ish sohasiga o'xshab 9 dan 6 gacha emas. O'tda overtime degan narsa bor. Overtime bo'lgan bilan to'lanmaydigan overtime. То есть o'tda pul topaman, например, boyib ketaman deb borgan odamlar uchun ish emas. То есть bu ya'ni ish o'rganaman, rivojlanaman, menga challenge kerak, men boshqa sohani ham egallamoqchiman degan insonlar uchun bu eng to'g'ri keladigan soha deb o'ylayman. Keyin ishlayotganda endi bittaman emas, boshqa biz bilan birga borgan odamlar birga bizani stream deyilib aytiladi, o'tda 1 yil kelgan bolalar. Endi meni streamimda 5 ta odam edi. Pirlar, ha. O'sha pirlar bilan biz har yili 4 marta vaqti kelganda 1 hafta ofis jimjit. Hamma chunki imtihon topshirishga sho'ng'ib ketadi. Imtihon topshiradi. Keyin 1 haftadan keyin
imtihon tugagandan keyin yana ish boshlanadi. Shunaqa qilib Deloitte ishlayotganda ham ancha muncha imtihon topshirganmiz. Asosan F-paperlarni Deloitte'da topshirganman. То есть bu ya'ni Deloitte bizga to'lab bergan, plus study leave berardi, lekin endi rostini aytish kerakki, ish juda ko'p bo'lgan sababli unaqa zo'r tayyorlanishga imkoniyat yo'q. Agar odam o'zi xohlab tayyorlanaman deb vaqt ajratib qilsa bo'ladi. Agar например, men uchun ish muhim degan bolalar ko'p edi, har doim borib fail qilib kelishardi. То есть bu odam o'ziga ham bog'liq bo'lgan. Big Four experience bo'yicha baribir ancha zo'r maktabni olib qaraganda bunaqalarda topshirtirmaydi haqiqatdan imtihon. Mana bu dekabr sessionlarda yoki masalan mart sessionlarda busy seasonda umuman imtihon topshirtirmaydi. Endi mana bu ACCA bilan haqiqatdan ACCA ni foydasi tekkan ekan shu Deloitte kirishga baribir. Keyin endi ko'pchilikda menda ham shunaqa holatlar bo'lgan. Yangi ish masalan qidirayotgan paytda ACCA ni bo'lgan hisobiga, keyin ACCA ni yana qanaqadir o'sha networking opportunitylari bo'lgan hisobiga, ya'ni tanish bilish, ish topish, ya'ni ishdan boshqa ishga ko'chish bunchalik qiyin bo'lmagan. Endi sizda masalan Deloitte'dan keyin o'rtada TBC ga ham o'tgan ekansiz, keyin Beeline'ga. Mana shu o'tish prosessi, ya'ni ACCA qanaqadir yordam berdimi? Da, yaxshi research qilgan ekansiz. Da, lekin misol uchun Deloitte'da ishlash bu bitta narsa, lekin kvalifikatsiya degan narsa ham bu juda muhim. То есть Deloitte'da ishlabda siz ish o'rganasiz. Qanaqa qilib ishlash, time management, mana bu stressiy vaziyatlarda qanaqa chiqib ketish, misol uchun auditga bog'liq bo'lgan narsalarni o'rganasiz. Lekin undan tashqari teoriya o'ta deyarli yo'q. Teoriyani asosan sizga ACCA beradi. Misol uchun Deloitte'dan ketayotganda endi boshqa ko'p kompaniyalar Deloitte'dan kelgan ishchilarni yaxshi ko'rishadi. Deloitte emas faqat Big Four'da. Big Four deb aytaylik, ha. Nimaga yaxshi ko'rishadi? Birinchidan bu odamlar ishdan qo'rqmaydi, bular kechgacha ham ishlashi mumkin, ko'p biznes haqida biladi, chunki bilasiz tashqi auditor bo'lib ishlayotganingizda har xil industriyani ichiga sho'ng'ib, o'sha industriyani noldan o'rganib, отчетini tekshirib chiqasizda. То есть bu experience deyiladi, bu background, lekin sizni qaysidir sohada yoki mana shu finansiy bog'liq bo'lgan mana bu teoriyani yaxshi bilasizmi yo'qmi, bu уже ACCA dan bilinadi. TBC ga kirayotganimda ham o'ta trебованиялар bo'ladi. Misol uchun ishga kirayotganingizda qanaqadir sizdan talab qilinadigan narsalar. Birinchisi bu audit opit, da, ya'ni tajribangiz bormi yo'qmi? Ikkinchidan ACCA, CPA va shunga o'xshash kvalifikatsiyalar deb aytishadi. Bu ya'ni sizni mana shu finansiy sohasida teoriyani qanchalik yaxshi bilishingizni baholovchi qanaqadir instrument deb aytsa bo'ladi. Xuddi IELTS ingliz tilini ko'rsatsa. Da, yana bitta narsasi borki, agar siz уже ACCA'ingiz bo'lsa, sizdan deyarli ingliz tili kvalifikatsiyasini bizda O'zbekistonda talab qilishmaydi. Chunki ya'ni siz ACCA'ni bildi degani, qaysidir imtihonlarni topshirib o'tdi degani, уже avtomatik ingliz tilini ham biladi degan narsani bildiradi. Shuning uchun asosan o'tayotganda ACCA bu teoriya jihatdan sizni tajribangizni belgilab beradi. Например, eski experiences bu siz bu sohada qanchalik ishni yaxshi bilishingizni bildiradi. Keyingi unaqasi, masalan, ACCA audit sohasida ishlagansiz, hozir ham audit sohasida asosan ACCA ni aynan qaysi paperlari masalan ko'proq kerak bo'lyapti? Endi masalan F3, F7 yana o'sha отчет nisbicha IFRSlar juda kerak. Audit ekzaminlari o'qiganingiz juda kerak bo'lyapti. Da, hozir например, misol uchun siz tashqi auditda ishlayotganingizda siz asosan sizni vazifangiz moliyaviy отчетni deydi financial reportni audit qilishingiz kerak. Bu degani siz birinchidan MSFO'ni yaxshi bilishingiz kerak. Undan tashqari yana nima kerak bo'ladi o'tdan? Asosan MSFO, chunki o'tda
bilasiz, Big Four ham bir nechta bo'limga bo'linadi. U yerda bor IT отдельно, audit, finans va отчетность отдельно и налоговый отдельно. То есть, misol uchun moliyaviy отчет bir nechta qismga bo'linadi. Например, MSFO bilan bog'liq bo'lgan narsasini biza qilardik. Nalog bilan bog'liq narsasini bizda nalogovый konsultantlar отдельно qilishardi. Ya'ni, то есть aytmoqchimanki, tashqi audit ishlayotganimizda asosan bizaga ACCA shu F7si обязательно reporting и advanced reporting da. Advanced reporting SBR, strategic business reporting. Strategic business reporting. O'sha ikkita paper kerak bo'lgan. Lekin уже ichki auditga o'tganingizdan keyin o'tda ozgina o'zgaradi. O'tda sizda, chunki ichki auditor sizda nafaqat finansiy отчетность, ya'ni faqat sonlarni emas, butun kompaniyani tekshirishingiz kerak. O'tda biznes proseslar, biznes proseslar, operatsiyalar, IT kontrol, itd. etc. Ichki audit bo'lib ishlayotganingizda o'tda sizga nafaqat MSFO, o'tda sizga tax ham kerak, MSFO kerak, tam law kerak, ya'ni mana bu legal bilan bog'liq bo'lgan narsalarni bilishingiz kerak. Strategic business leader kerak, chunki siz отчет yozishingiz kerak, chunki tashqi audit bo'lganida siz o'tda отчетni audit qilasiz. Lekin ichki audit bo'lganingizda siz u отчетni o'zingiz so'zingiz bilan o'zingiz yozishingiz kerak. Shuning uchun o'tda SBL обязательно kerak bo'ladi. Nolqayda ACCA paperlari deyarli hammasi ishlatilinadi, ya'ni nolqayda deyarli qanaqadir miqdorda, qanaqadir nisbatda ishlatilyapti. Xo'p, endi yana aynan mana shu ACCA memberlik endi o'tgan yili biz ham o'sha payt nolqayni qo'lga kiritgan edik. Nima yana imkoniyatlar ochib berdi ACCA member bo'lgandan keyin? Endi masalan, asosiy bitta unaqasi 4 ta raqam, 4 ta harfni qo'yish ACCA. Yana bundan tashqari endi bu пока imtihonni topshirib olgunimcha, конечно, 4 ta harf ismdan keyin qo'yish bu qanaqadir nima desam bo'ladi, orzuga o'xshab tuyulgan edi. Chunki kimdadir endi LinkedInni ochib ko'rasiz, kimdadir ACCA bo'lsa, wow deb aytasiz, chunki bilasizki, bu odam 4 ta harfni olish uchun o'sha 13 ta imtihonni topshirgan, vaqtini ketkazgan. Endi imtihon topshiradigan bu faqat sizning vaqtingiz emas, bu sizni moliyaviy jihatdan pulingiz ham degani, chunki har bitta imtihon, конечно, tekin emas. Agarda например, siz Big Four'da ishlasangiz, конечно, sizga tekin bo'lishi mumkin, chunki siz ishingiz qoplab beradi. Lekin tajriba ko'rsatyaptiki, ko'p korxonalar unaqa qoplab bermasligi ham mumkin. Bu degani siz o'zingiz cho'ntagingizdan to'lashingiz kerak. Shuning uchun bu 4 ta harf olish oson emas. Kimnidir ko'rsa, qancha mehnat borligini bildiradi. Lekin misol uchun ishga kiraman desangiz, hali aytganimdek, ACCA bor degani bu inson shu nima desam, bu inson kvalifikatsiyasi bor ekan, ya'ni bu o'sha narsani teoriyasini yaxshi o'rgangan ekan degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu joy ishga kirayotganingizda yana bitta narsa borki, например, aytaylik, siz HRsiz. Siz qaravosiz, bitta odamni, ikkita odamni solishtirsangiz, ikkalasi ham experience bor. Keyin albatta siz ikkita bir xil experience'li odamni qaravotganingizda kimda nima ko'pligiga qaraysiz. Agar sizda ACCA bo'lsa, значит siz уже boshqa siz bilan birga ishga topshirgan odamlarga qaraganda qobiliyatingiz ko'proq degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu kvalifikatsiyasi bor degani bu уже nima desam bo'ladi, birinchidan ishga kirishingiz oson bo'ladi. Ikkinchidan o'zingiz xohlagan oylikni talab qilsangiz bo'ladi. Bu eng asosiysi. Chunki ACCA degani, misol uchun, bu prosta 4 ta harf emas. Bu sizni kelajakda ishsiz qolib ketmasligingiz. Ya'ni keyin kvalifikatsiyangizni ko'rsatib turib, o'zingiz xohlagan pozitsiyaga topshirishingizga yordam beradi. Balki men aynan o'sha ACCA qualification bo'yicha, masalan, universitetda o'qiganingizda bitirgan diplom bilan sizga exemption F1 maksimum bergan bo'lsa kerak, umuman bermadi. Yo'q, F1 bergan, bizga ham nolqayda F1 bergan. Hozir o'qiyapti bolalar 4 tagacha, 5 tagacha, ba'zilarga 7-8 tagacha exemption beryapti. Endi mana shu exemption bilan, ya'ni yoki exemption o'zi olish kerakmi yoki exemption shart emas, bundan ko'ra ACCA'ni to'liq o'qib, imtihon topshirib, ya'ni shu prosesni bosib o'tgan yaxshimi? Endi bu ham menimcha u o'quvchini
nima desam bo'ladi, anaqasiga bog'liq. Nimani xohlashiga bog'liq. Ha. Agar men tezroq kvalifikatsiya olib, tezroq, например, boshqa ishga kirmoqchiman, kvalifikatsiya olmoqchiman desa, exemption olsa bo'ladi. Lekin men bu sohani, например, baribir insta rostini aytsam, insta o'qigan narsa ko'pisi insta qolib ketadi. Shunaqa. U paytda imtihonlar bo'ladi, endi qiziq, yosh bolasiz, ana qilasiz. Keyinchalik o'sha bilimlarni siz tajribasiz, u bilimlar sizda qolmaydi. O'sha bo'ldi. O'sha eski working paperlarda qolib ketadi, o'zi shu referatlaringizda qoladi-da. Endi biz paytda referat yozardik. SSC'ni topshirgan, agar SSC'ni o'qisangiz, siz agar haqiqatan o'qib turib yoki ishlab turib SSC'ni topshirsangiz, siz ham akademik ham tajriba bilan birga solishtirib shu narsani o'rgansangiz, sizda o'shaga xos bilim ko'proq qoladi. Yana bitta narsa borki, aytmoqchimanki, agar o'rganaman desangiz, exemptionga qaramasdan o'qigan yaxshiroq. Agar menga faqat tezroq topshirib qutulganim yaxshi desangiz, unda, конечно, exemption olganingiz yaxshi. No, yana bitta narsa borki, o'zimni ham birga ishlagan tanishlarimda ko'p edi. Bizan, например, manda bittagina exemption bo'lgan, F2 dan hamma paperlarni topshirganman. Lekin bizda birga ishlaydiganlar bor edi. Misol uchun, ular Singapurskini bitirgan, ularda уже universitetdan 9 ta exemption bergan. Lekin ular ham, biz ham membership bir xil oldik. Chunki nimaga biza topshirdik bittalab o'tganda, lekin ular srazu P ga topshirdi, lekin hali aytganimdek, institutdagi narsalar hammasi universitetda qolib ketgan. Topshirdi, bir nechta faildan keyin deyarli bir xil topshirganmiz hammasini. To есть xudanim quyonlar toshbaqa deganda, endi tez boramiz deb harakat qiladi, lekin baribir toshbaqa har bitta etapni bosib borguncha qarasa, nima deydi, selga bir xil yetib borishadi. Bilan mana shunaqa. To'liq F o'qilsa, P ga buni olib qaraganda fundamentda ular. Ya'ni ancha P levelni topshirish ancha osonlashib qoladi. F siz P levelni topshirish qiyin. Chunki baribir любой P ni boshlang'ich osnovasi hammasi F paperdan boshlanadi. Keyin bu yana bor, ko'pchilikda 9 ta F level tugatishadi, ish yo'lida to'xtab qolishadi. Birinchisidan o'sha P levelda o'qishmaydi. Endi P levellar haqiqatdan masalan 9 ta F level tugatgandan keyin o'sha qanaqadir bakalavr darajasiga teng 9 ta F level bilan ham ya'ni entry level positionlarni bemalol ishni amalga oshirsa bo'ladi. Endi masalan P level o'sha professional level imtihonlardan keyin siz o'sha yana hozir masalan sizda aynan manager sifatida ishlaysiz, auditor sifatida. Men ham internal auditorda ishlayman. O'sha P level daraja bilimlari bizga ko'proq kerak bo'ladi uni olib qaraganda. Baribir, ya'ni professional unaqa masalan SBL dagilar, strategiyalar, advanced reportinglar, mana shu bo'yicha, ya'ni P leveldagi nima masalan o'rganganingiz yaxshiroq masalan kerak bo'lyapti. Plus ikkinchi savol, masalan SSC'ni 9 ta qilib tugatib qo'ymagansiz masalan. Aynan SSC'ni 13 ta qilib tugatgansiz. Masalan auditni topshirib, F7 o'sha SBRni topshirib masalan tugatib qo'ysangiz ham bo'lar edi. Oxirigacha tugatib, aynan o'sha membershipgacha bordingiz, nima sababdan buni olib qaraganda? Endi oxirigacha yetkazmaydigan narsani boshlashdan nima naf? To есть to'g'ri, 13 ta paper qiyin, oson emas. Men o'zim ham 6 yil endi echki uyalaman, chunki 6 yil topshirganman paperlarni. O'rtada tashab ketaman, jonga tegdi degan narsa ham bo'lgan. Lekin bir tarafdan o'ylaysiz, hozir shu vaqtgacha, misol uchun F paperlarni topshirib, qancha pul ishlatdim, qancha vaqtim ketdi, qancha nervi, nahotki shuncha narsang prosta bekor ketadi. Chunki siz CV yozayotganingizda yoki LinkedInda tam F paperlarni topshirganman desangiz, bu xuddi Instaga men bu fanlarni o'tganman degan narsani bildiradi. Bu professional levelda bu sizga hech qanaqa plus emas. Bu kulgili. То есть F paper o'qiganman deb собеседованиеda ham aytsangiz ham aytadi, ну, молодец. Good for you deydi. Chunki kvalifikatsiyasiz to'liq bitirilmagan narsa endi bu hisobga olinmaydi degan narsa. Shuning uchun ham, например, endi to'g'ri bu qiyin, oson emas, lekin menimcha oxirgacha borganda уже to'liq o'shani ta'mini sezsa bo'ladi.
mevasini olsa bo'ladi. Keyin aytyapsiz, например, ishingizda nima ko'proq F mi, P mi? F topshirish bu bitta narsa. Lekin siz P levelga tayyorlanib, P level topshirayotganingizda shu narsaga amin bo'ldimki, to, что F paperda o'qigan narsam hech nima emas. Bu просто basic level. Bu просто mana bu instaga oddiy bitta fandagi gap. Bunaqa qiyin emas, oson, o'ynab, kulib topshiradigan narsa ekan-ku degan fikrga kelganman. To есть ishingizda asosan sizga albatta P level kerak bo'ladi. Misol uchun auditdan boshlab SBR, SBL, man keyin Advanced Financial Management topshirganman. Bu вообще уже bu next level. Ya'ni, например, oddiy auditda F levelda siz oddiy narsalarni topsangiz, например, tam risk, mana bu qanaqa protsedura qilish kerak, bunaqalarni bo'lsa, уже AAA da o'tda umuman boshqa narsa. O'tda sizga, например, case study beradi, mana buni полный разбор qilib ber deydi. Bu yerda qanaqa risk, qanaqa kontrol, nima testing procedure qilish kerak, nima yetishmayapti, nima bu уже sizni umuman boshqa tarzda o'ylashga majbur qiladigan paperlar. Shuning uchun agar haqiqatan mana shu sohada ishlayman yoki mana shu sohani oxirigacha olib boraman desangiz, menimcha P levelni topshirgan yaxshi. Plus yana qo'shimcha qilib ketsam, haqiqatan 9 ta 10 ta ECC'ni tugatib qo'yish qanaqadir jiddiy emasmi? Seriyosni deydiku, to'liq. To'g'ri, endi odamni o'zini moliyaviy naqasiga ham bog'liq. Endi kimdadir vaqt bo'lmaydi, kimdadir aytaylik ham asosan bizda qizlar endi turmushga chiqib ketishadi, keyin vaqt topolmaydi, unaqa qiladi. Endi bu ham rostini aytsa tekin narsa emas, o'tga pul topish kerak, qiyin, to'g'ri. Lekin qiyinchilik qaramasdan, menimcha oxirigacha olib borsa, menimcha o'zi xohlagan darajaga yetadi deb o'ylayman. Yo'q, men aytmoqchi edimki, employerlar shunaqa korxonalar bor, что ACC'ni accounting auditni o'rgangani uchun emas, shu 13 dan tugatdimi, shu bu boshlagan narsasini oxirigacha yetkazar ekan. Shunaqa ma'noda ham consistency bor ekan bunda. Shu masalan yana bu ishchini olgandan keyin u o'zini ustiga ishlaydi, yana dal oxirigacha boradi degan narxlar ham bor ekanda, buni olib qarang. Yo'q, to'g'ri, конечно, bu sizni nafaqat professional jihatdan, balki sizni o'z ustida challenge-ga tayyormi, yo'qmi, ishni oxirigacha olib boradimi, yo'qmi, o'sha sizga kачествоlarni ham belgilab beradigan narsa. Endi ishni oxirigacha bitirmasdan ketish bu birinchidan endi biz endi o'zimizda oramizda ham bor ishchilar, endi birga ishlaydigan pirlarimiz ham ko'pisi oxirigacha olib bormagan. Endi bu ular ustidan kulish emas, endi hammani o'zini qanaqadir hayotdan maqsadi bor, kimgadir haqiqatan kerak emas. Chunki mana bizda bor 1-2 yil ishlashdi Deloitte'da, ishlab keyin umuman bu sohani tashlab ketishdi. To'g'ri, ularga ACC umuman kerak emas. Da topshirishdi chunki kompaniyada bu kerak bo'lgan. Ada keyinchalik hayotida kerak emas. Lekin yo'q, men shu sohada ishlayman, men shu sohani to'liqqacha nima bo'ladi, o'zim maksimal darajagacha olib boraman degan odamlar buni oxirigacha topshiradi. Hop, keyingi narsa mana bu yana o'sha Big 4 ga qaytsak, endi faqat ACC jihatdan emas, yana o'sha work practice jihatdan shunaqa как tendensiya paydo bo'lib qolgan. Endi baribir sabablari ham bordir. Big 4 da kirib 1 yil, 2 yil ishlab Big 4 dan ketishga ko'pchilik nima qiladi? Boshlaydi, ya'ni ko'pchilik shuni boshlaydi. Aynan shuni, masalan, siz Big 4 da 5 yilgacha ishlagansiz. O'zi aynan to'g'rimi? 1 yildan keyin ketib qolish, 2 yildan keyin ketib qolish, yoki qaysi levelgacha, masalan, qaysi positiongacha ishlagan yaxshi, shu bo'yicha. Endi bu yana odam o'ziga bog'liq. Odam qancha challenge-ga tayyor, maqsadi nima hayotdan, nima sohada ishlamoqchi, o'shanga bog'liq. Agar bizda ham bo'lgan, например, kelib 1-2 yil ishlashadi. 1-2 yilda Deloitte, вообще Big 4 da assistant levelda bu uncha ko'p narsani o'rganmaysiz. Chunki aytaylik, например, audit degan narsa katta bunaqa daraxt bo'lsa, например, past отчет aytaylik, mana katta daraxt bo'lsa, siz mana bu assistant levelda bo'lganingizda
siz faqat bitta shoxini yaxshi bilasiz degani. To есть bu qolgan narsalar qolib ketdi. Borgan sari, например, har yili ko'proq ishlasangiz, siz boshqa sohalarni ham ko'p o'rganib, уже, например, partnyorlar, конечно, это целое дерево desa ham bo'ladi, но harakat qilish kerakki, чтобы maksimalni bilish uchun. Chunki agar siz yana ish jihatdan keyinchalik boshqa joyga o'taman ishga desangiz, bir ikki yil ishlab, например, auditda ishlab yoki konsaltingda ishlab boshqa joyga o'tsangiz, unaqa katta pozitionga pretendovat qila olmaysiz. Но agar siz seniordan keyin уже ishga kiraman desangiz, уже boshqa joyga ishga kirayotganingizda ham уже kattaroq pozitsiyaga kirsangiz bo'ladi. Misol uchun, men o'zim seniorlikni, bu senior degani siz qaysidir proyektni o'zingiz отдельно olib boryapsiz. Siz bilan, например, sizda nechtadir assistent bo'ladi. Siz auditni butun nechtadir assistentga qilish kerak. Testni bo'lib berasizda, siz senior bo'lib, o'shani sizda helikopter view bo'ladi. То есть butun anaqani protsessi bilib, o'shani как mozaikadagi yig'asiz. Bu ya'ni bu sizga ham ancha opit beradi o'sha biznes jihatdan. Keyin boshqa joyga ishga kirayotganingizda ham siz уже уверенно, o'zingizga ishonch bilan men bu sohada audit qilganman desangiz, уже kattaroq pozitsiyaga kirsangiz bo'ladi. Men o'zim mana experience senior bo'lib ketganman Deloittedan. Ungacha senior bo'lganimda deb katta bank o'zim olib bordim proyektni, отчетini yig'ganman. Bu degani уже men MCFO'ni noldan o'zim yig'a olaman degan narsani bildiradi. Keyin уже keyingi TBCga bordim, o'tda leading internal audit bo'ldim. Bitta o'zim edim internal auditda. Уже keyingi pozitsiya уже senior audit manager. То есть уже tez o'sish bo'ladi. No agar aytaylik menejergacha yoki senior menejergacha men ham chidaganimda, unda balkim rukovodитель bo'lib borsam ham bo'lardi. Lekin bizani pirlar orasida уже rukovodитель bo'lib ishlayotganlar ham ko'p. То есть Big Fourda ishlash bu siz uchun yaxshi tramplin. Qancha ko'p ishlasangiz, shuncha teparoqga, kattaroq pozitsiyaga topshirsangiz bo'ladi. Unaqa jihatdan nima deydi? Oylik jihatdan xuddi shu narsa. Oylikda endi Big Fourga kirayotganimcha bolalar hammasi biladi. Yo'q, tramplin jihatdan deyapman aslida. Tramplinda, oylik siz ishga kirayotganingizda sizga aytishadi. Hozir seni oyliging deydi. Mana shunaqa deydi, lekin sen borgan sari oyliging ko'tarilib boriladi, lekin sen boshqa joyga kirayotganingda tam 200% oylik so'rasang ham senga shu narsani berishadi, deyshadi. No, qaysidir jihatdan biroz. То есть endi слишком haddan oshib ketish kerak emas. Endi bizda bunaqa случайлар ham bo'lgan. Endi so'rashadi, вообще katta, u aytishadi, sal yo'q-yo'g'iga qarab so'ragan deyshadi. No, lekin в пределах разумного deydi. O'shani so'rasangiz, например, o'sha oilaga ishga kirsa bo'ladi. То есть bu faqat pozitsiya emas, ham haqiqatan oylik jihatdan ham bu tramplin deb hisoblasa bo'ladi. Keyin shu oylik mavzusini sal davom ettirsak. Unaqa narsa bor, ya'ni ACCA hozir boshlayotganlarda shunaqa tushuncha paydo bo'lib qolgan. Ya'ni 2-3 ta ACCA paper topshirib, $1,500, $2,000 oylik faraz qilishadi. Ya'ni shu qanchalik o'zimdan qolib qolgan. To'g'ri, bu birinchisi. Keyin 13 ta ACCA olib, ACCA member bo'lib, yetarlicha tajriba bo'lgandan keyin endi bu $2,000 bu nima uchun $2,000 deb olyapman? Videosi chiqqan edi, что 13 ta ACCA paper bo'lsa $2,000 oylik beraman degan video chiqqan edi, shundan olib naqlayapman, ya'ni taqqoslayapman. Ko'pchilik mana shu videoni ko'rib ACCA boshlaganlar bor, no'g'ri qaraganda. Member bo'lib $2,000 olish o'zi realmi? Undan ko'p ham olsa bo'ladimi? Keyin membersiz mana shu daraja oylik so'rash. Endi birinchi masala, bitta ikkita paperga kirib, 1,5 yil ishga kiraman desa, endi topsa bo'ladi bu ishni. Lekin bu 1,5 mingdan qanchagacha siz shu oylikka toqat qilib ishlay olasiz. Ishlay olasiz. Bu bitta masala. Chunki ishga kirgandan keyin o'sish degan narsa bor. Aytaylik, mayli siz 1,5 yil ishga kirdingiz, siz maqsadingizga erishdingiz. Lekin u 1,5 yil ish ham sizga 1-2 yilda уже joningizga tegadi. Уже o'sish xohlaysiz, lekin o'sish uchun
sizda albatta qanaqadir mahkam background bo'lishi kerak. То есть bitta diplom endi to'g'ri endi hozir например davlat ishida aytaylik bitta diplom bilan kvalifikatsiyasiz o'ssa bo'ladi. Lekin endi bilamizki davlat ishida endi bu boshqa masalada. U yerda endi boshqa kачествоlar kerak. Lekin agar siz industriyada ishlayman desangiz, raqobat kuchli. Plus undan tashqari sizdan kuchliroq bolalar keladi kattaroq pozitsiyaga. Bizda yana ekspatlar juda ko'p. Chet eldan, asosan mana Qozog'istondan, Rossiyadan juda ko'p kvalifikatsiyasi bor ishchilar keladi. Ular bilan solishtirganda albatta industriya qarab o'tirmaydi. Siz o'zbekmisiz, o'zbek emassiz, sizni grajdansangiz bormi, yo'qmi? Ularga asosan ishni kim yaxshi qiladi, o'sha narsa kerak. Siz уже ulardan kvalifikatsiyasi kamroq bo'lsa, конечно, sizdan kattaroq pozitsiyaga ularni olishadi. Agar aytaylik $2000 olasiz 13 ta paperni, $2000 ham endi bu ham yana odam o'ziga bog'liq. Kimgadir bu ko'p, kimgadir bu kam. Shuning uchun agarda undan ham ko'proq so'rayman desangiz, конечно, shunga mos experience bo'lishi kerak. Endi prosta yana bitta narsa bor, adash kerak emas. Например, Big Four'da bizda bitta men bor bolalar, misol uchun 3-4 yilda bitirib qanaqadir headga topshirishadi-da, faqat auditda, например, 5 yil ishlaydi, headlikka topshiradi-da, SSA qanaqasi membership bor, 5-6 ming so'rashadi. Endi bu ham ozgina ahmoqlik deyiladi. Bu slishkam. Chunki sizda baribir aytaylik Big Four'da experiences bor, bu zo'r. Lekin например, rukovodитель должностиga kirish uchun bu sizni naqaysiz experiences kam. То есть aytmoqchimanki, slishkam haddan ham oshish kerak emas. Lekin 13 ta paper bilan, qualification bilan, qanaqadir o'ziga yarasha experience bilan 2000, 3000, 4000, 5000 undan ham ko'p oyliga borsa bo'ladi. Bemalol, ya'ni achievable. So'ramoqchiman. Buni oxiri yo'q. То есть odamni yana o'ziga bog'liq. Siz qanchalik challenge yaxshi ko'rasiz, sizda qanchalik endi bitta narsa bor, alchность deganda. Endi odamni o'zi alchность bu odamni harakatlantirishga majburlaydi. Endi alchность bu endi sal negativli so'z, lekin aytaylik nimagadir bo'lgan chanqoq. Agar odam zo'r oylik topaman, например, 5000, 6000 topaman desa, конечно, u yerda endi SSA bo'lish kerak, u yerda experience bo'lish kerak, u yerda soft skillslar bo'lish kerak и это целый paket. Lekin kvalifikatsiyasiz, например, katta oylikli ishga kirish menimcha qiyin bo'lsa kerak. Hech bo'lmaganda qanaqadir kvalifikatsiya bo'lish kerak. Keyin yana job market hozir yaxshi fikr berib ketdingiz. SSA hozir o'qish ko'paygan hisobiga ko'pchilik SSA ba'zilar boshlamay ham qo'yapti. Yani SSA nima qilaman boshlab, hamma SSA o'qiyapti. Lekin hozir aytgan masalan fikringiz, что ekspertlar ko'p hali ham. Ya'ni tepadagi o'sha pozitionlarda даже mid entry joblarda ham, ya'ni o'rta o'sha darajadagi unaqalarda ham joblarda hali ham baribir ekspertlar ishlayapti. Ya'ni shu job market bo'yicha o'zi SSA olganlarga, ya'ni SSA qualification bilan talab qanchalik buni olib qaraganda? Endi siz misol uchun ekspertlar ko'p, lekin ekspertlarni asosan bizda endi industriyada ekspertiza sababli olishadi. То есть o'sha sohada bo'lgan background sababli. Lekin sizda SSA bo'lsa, bu degani siz ko'tara olasiz degan narsa. To'g'ri, hali aytganimdek bizda bor, сразу rukovodителga boraman deydi-da. Endi bu ham noto'g'ri tushuncha, chunki SSA bu sizni o'sha jihatdan aytaylik qanaqadir входной bilet o'sha industriyaga. O'sha kirib olasiz, kirgandan keyin, конечно, kirganda siz entry level emas, bo'lib kattaroq pozitsiya kirasiz, lekin middle management bo'lishi mumkin, lekin unaqa rukovodитель emas. Agar siz SSA bo'lib turib, o'sha sohada yana ishlab turib, ekspertiza yig'sangiz, unda, конечно, уже teparoqga ketsangiz ham bo'ladi, bemalol siz ekspertlar bilan konkurировать qilsangiz bo'ladi. Endi meni misol uchun tajribamda, aytaylik, mana hozir Beeline'da ham bizning komandamizda hammasi ekspert.
O'zbekistonlik bittaman. Bir tarafdan jahlim chiqadi. Nimaga hozir o'sha telekomga oid bo'lgan ekspertizani chet ellik odamlar o'zi bilan olib ketib qolishi kerak. Nimaga bizani o'zimizni odamlar kirib o'sha ekspertizani davlat ichida qoldirmaydi degan ozgina naqa narsa bor. Endi jahlim chiqadi, lekin bir tarafdan qarasam, u уже chetdan ular ham уже bizani sohaga kelishdan oldin boshqa joyda ekspertizani olib kelganda, ular ham opiti bor, bir xilda kvalifikatsiyasi ham bor-da. Aytaman, значит, bizani bozorda o'shanga mos, значит, spetsialist yo'q ekanki, ular chetdan olishga majbur. Shuning uchun agar o'zimizda ham SSA bor yoki shunga o'xshash boshqa kvalifikatsiyasi bor, ekspertizasi bor mutaxassislar любой industriyaga juda kerak. Talablar juda ko'pni olib qaraganda. Talab katta. Misol uchun hozir, например, siz aytgan $2000 emas. $2000 это не потолок. Undan ham katta oyliklar bor. Shunaqami? Просто bu $2000 kagacha video paydo bo'lgan hisobga, как bizda shunaqa qo'yib qo'ygan. Shundan oldim nisbatni. Katta oyliklar bor. Вообще katta oyliklar bor, lekin ko'psiga unaqa ishlarga bizda ekspertizasi, bizani местный bolalarda ekspertiza yetmaganligi uchun ekspertlarni olishga majbur bo'lishadi. Shuning uchun agar o'zimizda o'sha narsa, o'sha mutaxassislar o'zimizda bo'lsa, bu вообще menimcha zo'r narsa deb o'ylayman. Keyin ACCA yoki ACCA ham emas, buni olib qaraganda aynan mana shu audit moliya sohasida o'zim hozir aytdim, olib qaraganda ayol qizlarni soni nisbatan ancha buni olib qaraganda kam. Aynan buxgalteriyada ko'p ishlashadi, ko'p uchratishadi, HRda. Lekin bu tomonda kam. Nima qilishlari kerak ular? Endi nimasi? Endi bu juda qiziq savol desam bo'ladi. O'zim ham aytaylik, men nechta kompaniyada ishlagan bo'lsam, endi birinchi o'rinda menimcha bizning o'zbek qizlarning qo'rquvi bo'lsa kerak. Qo'rquvi bu, то есть eplolmayman, qilolmayman, yo bu o'g'il bolalarning ishi, yo masalan bo'ladi, menga yo'l ochiq emas, bunaqa deb qo'rqishadi-da, oldindan o'zlariga qanaqadir ramka qo'yib qo'yadi-da, bo'ldi. Shundan keyin harakat ham qilishmaydi. Birinchi o'rinda menimcha shu narsani olib tashlash kerak. Endi to'g'ri, endi bizada o'zbekchilikda ozgina madaniyat boshqacharoq, baribir ayol kishilar bo'li kichkina joylarda ishlashadi, kattaroq pozitsiyalarda erkak kishilar. Bu narsa уже sekin-sekin hozir o'zgaryapti. Men o'ylaymanki, agar ayol kishi o'zi ayolligini bir tarafdan unutib, to'g'ri, ayol kishi bo'lish sizga ko'p narsani beradi. Ishda, например, aytaylik, особенно auditda bu mужская, женская logika erkak bilan ayollarning logikasi ozgina farq qiladi. Chunki ayol kishilar boshqacha fikrlaydi-da, например, aytaylik, ular больше ko'proq flexible, gibkiroq bo'ladi-da, ayol kishida nabarot ularda boshqacharoq ish olib borish mumkin. Shuning uchun birinchi o'rinda menimcha ayollar, o'zimizdan bizning qizlar ham qo'rquvni chetga chiqarib tashlash kerak. То есть endi men har doim aytaman, to'g'ri, например, bizda hozir feminizm mana shunaqa, endi men o'zim feministka emasman, lekin men bitta narsa, men erkak qilgan narsani ayol qila olmaydim. Bu og'ir ish emas, og'ir ko'taradigan narsa emas, bu aqliy. Lekin hech qayerda doказательство yo'q. Aqli, erkakning aqli ayol kishiga qaraganda ko'proq degan narsa yo'q hech qayerda. Просто bizani nimagadir qizlarimiz qo'rqadi shu narsadan. Nima men qila olmayman, lekin shu narsani chetga surib qo'yib harakat qilsa, menimcha hamma narsa bo'ladi. Chunki men, например, TBCda yaxshi misol bor. Endi TBC bilasiz, Gruzinskiy bank, chet el aksionerlari, o'tda bizda direktorlarda, sostav direktorov o'tda 2 kishi ayol kishi. Mana o'sha 2 ayolni men o'zimga misol qilib qo'yaman. Mana haqiqatan mana direktorlar bo'lmasam o'zlari noldan ko'targan ular ham.
mana ayol kishi qilyapti shu ishni deymanda. Big Four'larda ham bo'lish, audit direktor bo'lib, audit Ha, menejer bo'lib lekin Big Four'larda bizda O'zbekistonda nimagadir ayollar kam. Men shunga hayronman. Bizda Almatadan kelishadi, там, например, boshqa Rossiyadan, endi Almatada auditda hammasi ayol kishi. Hammasi ayol kishi, prям bilimga chanqoq, ishga chanqoq, uni qilaman, buni qilaman, challenge-ga tayyor bo'lgan qizlar hammasi. Bizda nimagadir shu narsa yo'q. Menda to'g'ri, endi bizda endi qizlar ko'pincha turmushga chiqish, bunaqa deb o'ylashadi-yu, lekin menimcha uni ham buni ham birga olib ketsa bo'ladi agar harakat qilsa. Birinchi o'rinda qo'rquvni chetga surib qo'yish kerak. Chunki agar xohlasa, hamma narsani qilsa bo'ladi. To'g'ri. Endi keyingi narsa bu ACCA member bo'ldi. ACCA member bo'lganingizdan keyin baribir odam qanaqadir nima deydi, qutulib qoladi. Avvalosida qutuladi, imtihonlardan qutuladi, tayyorgarliklardan qutuladi. Shu har dekabr bo'lishi bo'lsa, mart bo'lishi bo'lsa, ekzamen topshirish kerak edi degan fikrlar bo'lmaydi, nolqayda. Natijalar chiqayotgan payt, men natijam o'zi chiqib bo'lgan, hammasini o'tib bo'lganman degan. Endi keyingi narsasi mana ACCA member bo'lgandan keyin yana qo'shimcha shu yerda masalan development tugaydimi desa, asli tugab qolmaydi nolqayn. Ya'ni ACCA memberlikdan keyin, memberdan keyin va ACCA bo'lsangiz, keyin FCCA bor qaraganda. FCCA bo'lish uchun ham dalsha career development qilib borish kerak, как CPDlar bor nolqayn o'zimizda. Aynan shular bo'yicha nimalar qilyapsiz? Ya'ni qanaqa bo'lyapti endi ACCA memberlikdan keyin to'xtab qolish bormi, yo'qmi? Endi ACCAga kirgandan keyin endi bu sohani ozgina chetga surib qo'ysa bo'ladi, chunki siz aytgandek oldin 1 yilda 4 marta, bu ya'ni mustaqillikning kanikullarida, konstitutsiya paytida endi konstitutsiya dam olish beradi. Hamma dam olsa, biz o'tirib imtihonga tayyorlanardik. O'sha paytlar tugaganiga xursandmiz. Chunki unaqa oldingidek prям stress, 1 yilda 4 marta stress bo'lib, imtihon javoblarini kutib unaqa narsa yo'q. Shuning uchun eshikni hozir sal chetga surganmiz, lekin o'sha eshikdan tashqari rivojlanadigan narsa ko'p. Aytaylik, mana ishlayotganingizda baribir hozir qaysidir sohada bilimingiz bitta joyda turmaydi. Например, hozir II degan narsa chiqqan. Har xil aytaylik data analysis bor, IT bor. O'sha narsalarni baribir qo'shimcha o'rganishingiz kerak. ACCA ham shuni talab qiladiki, siz member bo'lganingizdan keyin har yili membershipni siz saqlab turishingiz kerak va подтверждать qilishingiz kerak. Nima jihatdan? Birinchidan, endi membership fee to'laysiz har yilda. Plus undan qutulib bo'lmaydi. Undan qutulib bo'lmaydi. O'sha bo'ldi. Umringiz oxirigacha ham qoladi menimcha. Ikkinchisi bu professional jihatdan qanaqa qilib rivojlanyapsiz. O'sha narsani siz aytib turishingiz kerak. Bir tarafdan bu qiyin, ikkinchi tarafdan sizga turtki bo'ladi. To есть, ya'ni siz eshikdan tashqari yana nimalarni o'rgandingiz. Har xil kurslardan o'tasiz. Birinchidan bu ishladingizmi, yo'qmi? Подтверждать qilishingiz kerak. Ishingizda nima yangi narsalarni o'rgandingiz. Plus undan tashqari qanaqadir kurslarni o'tdingizmi, yo'qmi? O'shalarni hammasini bitta отчет qilib topshirsangiz, menimcha o'zingizga ham plus bo'ladi. Bu ya'ni уже har yili siz bekor o'tirmasdan o'zingizda ishlayapti degan narsani bildiradi. O'zimdan olqayman, audit sohasida ham, moliya sohasida ham vaqtni optimizatsiya qilish eng yaxshisi. Buni olqayman, отчетlarni optimizatsiya qilish, bunaqalarni topshirayotgan. Shuning uchun o'zimdan olqayman shunaqa optimizatsiya qilayotgan programmalarni o'zi o'rganaverish kerak. Buni olqayman. Да, to'g'ri. Men bekorga oldin yetishmagani bizda vek живи, vek учись deb. То есть bitta joyda zona komfortida qolib ketish kerak emas. То есть asosiy ishingiz tugagandan keyin ham baribir boshqa qaysidir shu moliya jihat sohasida yana qaysidir chuqurroq kiraman desangiz, o'rganadigan narsa ko'p, juda ko'p. Например, oddiy даже LinkedIn Learning bitta ochib ko'rsangiz, bir dunyo kurs. Uni o'taman, buni o'taman, voy, men zo'r ekan deb odam o'ziga qanaqadir bilimga chanqoq bo'lsa, menimcha ko'p narsani o'rgansa bo'ladi va bunga sizga ACCA ham turtki bo'ladi. Siz ACCA tugatganingizdan keyin 3 yil, 6 yil o'qigansiz, nolqayda g'alati ham bo'lib qoladi, просто bemalol bo'lib qolish. Da, to'g'ri. Qanaqadir imtihon topshirish. Bu endi bir tarafdan sizni miyangizga qanaqadir trenajyor.
просто baribir любой odam qaysidir ishda faqat bitta ishni qilaversa qanaqadir zona komfortiga tushib qoladi. Bu hali aytdingiz, nimaga bizda faqat ayollar buxgalter bo'lib ishlaydi yoki HR da ishlaydi. Chunki u sohalarda har kuni bitta ish, faqat bitta shu qog'ozbozlik. Buni olasiz qo'yasiz. Qarab sizga umringiz ham o'tib ketadi. Agar shu ishga siz qo'shib turib yana qaysidir nimanidir дополнительно o'rgansangiz, siz уже ham ko'p narsani o'rganasiz. Ishlaydigan ishingiz ham уже o'zgaradida, o'zingiz hayotingiz ham qiziq bo'ladi. То есть qanchalik yangi narsani o'rgansangiz, menimcha odam o'ziga ham zo'r bo'lsa kerak. Shuning uchun agar, например, buxgalterlar ham, например, bu zona komfortida, ozgina zona komfortidan chiqib yangi narsani o'rgansa, menimcha уже rivojlanish ham yaxshi bo'lsa kerak. O'sha inson o'zi uchun ham yaxshi bo'ladi. Shunaqa. Endi kommentariyalarda aniq shu savol bo'lmasidan oldin siz berib qo'yay. Menda ham har bitta gruppa ochganimda so'rashadi mana shu narsani. Sun'iy intellekt AI auditorni, finansistni ishini olib qo'yadimi yoki yo'q? Aziz men bilaman bu narsani javobini, просто auditoriya hech narsa qiziq. Men auditor jihatdan aytishim mumkin. Anig'ini yo'q, olib qo'ymaydi. Lekin bu sizni nima desam bo'ladi, sizga bu sizni ishingizni olib qo'yuvchi tool emas, to есть ya'ni instrument emas, bu sizga yordam beradigan instrument deb ko'rsangiz bo'ladi. Chunki auditda ham men o'zim ham ishimda ishlataman sun'iy intellektni. Bu juda qulay. Birinchidan siz o'zingiz ustingizda ishlashga yordam beradi. Siz qilasiz, u bilan tekshirasiz. Lekin u sizni, например, mayda-chuyda vaqtingizni ketkazmasdan siz sun'iy intellektdan foydalanasizda, o'zingizni vaqtingizni undan ham muhimroq narsalarga ishlatsangiz bo'ladi. Bizlar uchun, например, auditda aytaylik, tam risk assessment, control, tam testing procedure degan narsalar bor. Ingliz tilida aytaman, chunki u yerda siz bilasiz buni oldindan, например, mana bunaqa bo'lish kerak deysizda, lekin shu narsani bitta double check qilib AI dan so'rasangiz bo'ladi. AI dan so'rasangiz, siz bilmagan narsalarni aytib berishi mumkin. Lekin sizni hali aytgandek ishingizni olib qo'ymaydi, chunki sizdagi bor ekspertiza unda yo'q. U olgan narsani agar to'g'ri ishlata bilsangiz o'sha narsani, siz bebaho qanaqadir zo'r yordamchi mutaxassis bo'lasiz. Chunki agar shu narsani to'g'ri ishlata olish kerak, любой sohada menimcha. Endi balkim boshqa sohalarda ham xuddi shu narsa. Endi yaqinda bitta institutda dars beradigan anaqam bor, tanishim. Просто жалоба qildi, то что hozir institutda studentlar sun'iy intellektdan foydalanib asosan o'qiyapti degan deb. Endi bitta tarafdan voy, то есть nimaga? Unda o'qishdan nima sabab? Nima foyda o'qishdan? Bu xuddi hali exemption olish kerakmi yoki imtihon topshirish kerakmi degan narsada. Agar haqiqatan faqat diplom kerak bo'lsa, ishlatsa bo'ladi. Lekin o'sha diplomingiz bilan keyin siz haqiqatan ishga kirdingiz, lekin ishlay oldingizmi yo'qmi, bu ikkinchi savol. Xuddi anaqa eshikdagi gapda bu. То есть naqa ham yo'qolib qolyapti. Originalness degan narsa LinkedInda kimni postini ko'rsa o'zi ko'rinib turadi, что AI generate degani. Grantlarga topshirishsa o'zbekcha qanaqadir yozib berish kerak, AI ishlatishadi. Ishlarda ham xuddi shunaqa qilishadi. Salgina baribir kreativlik bo'lish kerak. Endi qanaqadir to'g'ri ishlatib bilish kerak baribir AIni. AI endi hozir chiqdi, hozir, конечно, hamma ishlatadi. Endi vaqt o'tib, menimcha, уже odamlarga originallikka bo'lgan talab уже kuchayadi. То есть, da AI yaxshi, lekin AI ni to'g'ri ishlata bilsangiz, masalan bo'ladi, ko'proq narsani izohlab bersa bo'ladi. AI ham endi ishlatamiz. AIni javobini обязательно o'qish kerak. Uni baribir siz kamchiliklari qilishingiz kerak. Chunki yaqinda bo'ldi anaqada Avstraliyadagi Deloitte кейsida, то есть отчет yozayotganda ishlatishgan, qarasa xato shu bilan bilib qolishdi. Bu ishlatmanglar degani emas, ishlatinglar, lekin tekshirish kerak, double check qilish kerak. To'g'ri ishlatish kerak обязательно o'zingizni bilimingiz bilan tekshirish kerak uni. To'g'ridan to'g'ri ishlatish menimcha bu noto'g'ri. Shundagina o'zingiz ishingizni ham yo'qotmaysiz.
Shunaqa. Yo, o'zimni olib qaraganda AI baribir nima deydi? Rutin narsalarni, ya'ni takrorlanib turadigan narsalar bo'yicha qanaqadir o'sha narsalarni olishi mumkin, ya'ni tezroq bajarishi mumkin, o'sha joylarda olishi mumkin, lekin baribir qanaqadir nima deydi, noodatiy holatlarda yoki qaror qabul qilish bo'yicha, to'g'ri analiz qilish bo'yicha baribir inson faktori baribir kerak. Uni, конечно, sizdagi bor ekspertiza AIda yo'q. To'g'ri, hozir, например, MSFO jihatdan ham AI ishlatishadi, qilishadi-da, u sizga navodka beradi. Nima ko'rish kerak, nima qilish kerak. Xuddi kitob, faqat siz vaqtingizni ekonom qilasiz. Oldin kitoblarni varaqlab, qidirib, Google poiskdan qilish kerak edi. Hozir shuni to'g'ridan zaпрос berasiz, javob chiqaradi. Siz ato vaqtingizni ekonom qilib, undan qolgan vaqtni siz boshqa narsaga ishlatsangiz bo'ladi. O'sha jihatdan menimcha AI hozir juda odamlarga katta yordam beryapti. Lekin чтобы 100% sizni zamina qilishi, menimcha endi o'zingizga bog'liq. Siz qanchalik qimmatli kadr, qanchalik qimmatli professional mutaxassis bo'lsangiz, menimcha sizni hech qaysi AI o'rningizni bosa olmaydi. To'g'ri. Xo'p, endi oxirida nima maslahat berar edingiz shu endi ACC'ni endi boshlamoqchi bo'lganlar? ACC bo'yicha bo'lishi mumkin yoki qanaqadir ish tajribasi bo'yicha bo'lishi mumkin. O'sha auditoriyadagi o'sha qizlarga, ayollarga farqi yo'q. Qizlarga nima aynan maslahat? Endi birinchi maslahatim, конечно, birinchi o'rinda ayol kishilar professional jihatdan rivojlansa, menimcha bu to'g'ri bo'ladi. Bu nafaqat o'zingizda ishonch tug'diradi, ertaga turmush qurganda ham bu narsa kerak bo'ladi, любой vaqtda. Hech narsadan qo'rqish kerak emas. То есть erkaklar qilgan ishni ayollar ham qila oladi. Biz hozir ishlayotganda men bu nima desam bo'ladi, ko'mir konlarga borib ishlab, narsa ko'tarib, u haqida aytmayapmiz. Biz erkaklar qila oladigan ish deganimizda biz hozir aql jihatdan aytamiz. Misol uchun, erkak kishi o'rgangan narsani ayol kishi ham o'rgana oladi. Hozir tем более bunaqa vaqtda hech narsadan o'zini kam his qilish kerak emas. Katta oylikmi? Хорошо. Ayol kishilar ham katta oylik oladi. Erkaklardan ham ko'proq oladi. Bu narsa уже bor. O'zbekistonda ham bor. U, например, za bugrom, то есть faqat chet elda unaqa, bizda unaqa emas, yo'q. Bizda ham ayol kishilar bor, biznesmenlar ham bor, katta ishda ishlaydiganlar ham bor, aytaylik, misol uchun. Bu narsadan qo'rqish kerak emas. Naborot intilsa, qilsa bo'ladi bu narsani. Например, bankda ko'proq buxgalteriya emas, например, boshqa jihatlardan ayollar ko'paysa, menimcha yaxshi bo'ladi. Birinchi o'rinda, bizani komandada men bitta o'zim ayol kishiman. Men aytaman har doim, nimaga bizga ayol kishi yo'q, haqiqatan, например, vakansiya ochiladi, ichki audit, ayol kishi rezyumesi yo'q, faqat erkaklar beradi. Bu jihatda men ham jahlim chiqadi. Nimaga shunaqa ответственный ishlarga faqat erkaklarni olish kerak deb o'ylayman, lekin shuning uchun ichki bozorni ayol kadrlar bilan to'ldirish kerak. Просто bitta narsa borda, bizda endi madaniyatimiz endi shunaqa, endi bizda qizlar turmush qurishim kerak, например, erim boqadi, bunaqa deb o'ylashadi. To'g'ri, balkim bu to'g'ri narsa, lekin baribir ayol kishi o'ziga mahkam tursa, finansiy ham professional mahkam oyog'ida tursa, ertaga menimcha turmushi ham osonroq bo'ladi. То есть birinchidan bu kruгозор kattaroq, например, ko'p narsani o'rgansa, dunyo ko'rsa, ertaga turmush qurganda ham osonroq bo'ladi deb aytmoqchiman. Chunki endi bu katta tema, menimcha отдельно podkast qilishingiz kerak-da. No, aytaman, просто ayol kishilarga qo'rqmanglar, boshlanglar. Даже boshqa sohada o'qiyotgan bo'lsangizlar ham, misol uchun, 0 dan boshlab ACC'ni o'qisangiz ham bo'ladi. То есть buni qilsa bo'ladi. Hech narsani kecha yo'q. Misol uchun, men o'zim ACC'ni 27 yoshimda boshlaganman. То есть umuman 27 dan bitta sohani 0 dan boshlaganman. То есть buni qilsa bo'lar ekan. Men ham boshida qo'rqqandim, lekin shuning uchun umid qilamanki, sizlarga, например, yaxshi primerlar ko'p. Men ham balkim primer bo'la olarman. Shuning uchun har doim olg'a o'zinglarni maqsadlarni erishishda qo'rqmasdan oldinga qadam bosishni tilab qolardim. Rahmat.
juda ko'p narsalar berdingiz, nima deydi? Yaxshi Na- fikrlar, nasihatlar. nasihatlar, yo maslahatlar, yo haqiqatan masalan hozirgi narsalarga endi nima deydi, studentlar hozir hammasi institut davridan boshlayapti. Da. Keyin aynan shu moliya sohasida o'qiyapti, iqtisod sohasiga o'qiyapti, shular SSA boshlayapti. Ana ularda bunday olib qaraganda imkoniyat ancha ko'p. Ham vaqt jihatdan ham hozir masalan biz o'qigan paytda kurslar uncha ko'p bo'lmagan. Self study qilganmiz, qaysidir qimmat kurslarga ko'proq vaqt sarflaganmiz. Masalan bitta paperni o'qish uchun 5-6 oy o'qiganmiz. Hozir hammasini olib qaraganda, ya'ni strukturalashtirilgan Imkoniyat ko'p. imkoniyat ko'p. Imkoniyat ko'p, hamma imkoniyatni ishlatish kerak. Menimcha hozir. Shu, rahmat vaqtingizni. Sizga rahmat. Vaqtingizni ayamay kelib maslahatlar berganingiz uchun. Kimgadir yordam bo'lsa, конечно, xursandman. Kimdir bu podkastni ko'rib, ertadan eshitib o'qiyman, rivojlanaman desa, qaysidir qiz, men xursand bo'laman. Bemalol o'zimga ham kelib, agar maslahat kerak bo'lsa, yozsa, men всегда как welcome. То есть Ko'payib ketadi endi unaqa Big Four ishlaydigan SSA menejerlar, direktorlar. qaniydi. Ko'paysa qaytanga yaxshi. Qaytanga zo'r. Xo'p, barchaga rahmat. Ko'rib oxirigacha bitkazganlaringiz uchun. Endi keyingi podkastlarimizda aynan qaysi mavzular bo'lishi kerak, qaysi mehmonlarni chaqiraylik, podkastimiz haqida qanaqa fikrlaringiz bor,